Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来，这是给你看。水底小英雄就是我们，水底小英雄就是我们。大家在睡觉，大气犯罪，是假世纪。Oğlumla konuk çürüşünü bilmeymen. 水底小英雄就是我们，水底小英雄就是我们。 Bizga uxlash uyida keldi. Müşk yapılan kızdan ermek hayvan do'sti. Kile Lionel. Nima degan yaxshi patmunchuq bu? Menami birisi bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ular bak qiziqarliqkan. Shundoq, lekin ularni boqmoq bek tez. Men shundoq o'ylayman, lekin bakmi ko'ngillik. Biz birga nurg'un ish qila olamiz, birga o'yin o'ynaymiz. Hov, bexatarlik signal ekan. Qaraganda birisi bizning bosh tabimizga bisib kirmoqchi o'xshaydi. Uxlash kerak azmatlar. Otlanaylik. Sinib kirib ketgan qutimiz dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, Men müşk yapılan kız. Gary bo'lsa, Men patmunchuq balvan. Kunno bo'lsa, Ben müşk yigit. Biz uxlash kerak azmatlar. Ha? O qandoq narsa? Film yaxshi biras bisib kirmabdi. Faqat kichik bir tushgan. O bek olmoqkan. Tez kela, mening yinimga kel. Ha? Qaranglar, o menga amroqkan. Menda o qushlarning alayda iqtidori bor. Sizlarcha uni ermak hayvon qilsam bo'ladimi? Ermak hayvonlarni boqmoq unda oson emas, müşk yapılan qiz. Nurg'un ish qilishga to'g'ri keladi. Bu qanchalik ishdi? Men uning ismini qo'yay. Bodi. Ha, o'zingcha ermak hayvonni beqish oson deb qopsan-da, do'tqush. Men buning nihoyat tasligini bilaman. Nerketish. Agar ermak hayvonning najar xo'jayini bo'g'in bo'lsa, undaqda dal mening o'ylig'imdek ekan. Mening planim oxiri ishga oshadigan bo'ldi. Hay Bodi, bu yoqqa kela. Qo'rqma. Xo'p, qaranglar, oy qiz mo'ziydik narsani o'g'irlab turibdi. Müşk yapılan kız. Bo'ldi sen qiyib qol. Ay qizga bir Biroq taqab mening sizlar turaylik. bilan birga bag'im baqib qilib Bodiga qarshim kerakmi? Albatta, ermak hayvonning isi uningga turg'idek joy berish kerak. Sen bosh shtabda uningga uy yasab berishni o'ylashib boq. Ha, shundoq qilaman. Biroq keyinchi bo'lsin. Ay qizi yo'lga chiqadigan bo'ldi. Bir ikkita aeroplanni qoldiraylik. Menimcha u bu yerda yolg'iz tursa hech nima bo'lmaydi. Biz sening moziydan darslarni ilog'ini bilamiz ay qizi. Sen nima olding? Faqat shu mening Aynurning uvamga tayyorlagan narsalar. Ha. Yaxshi qilding, Bodi. Ifodan mashqligidek yaxshi bo'ldi. Birinchi qadam o'ng'ishli tamomlandi. Endi mening bunga ehtiyojim tushmaydi. Xayr xo'sh. Ha ha. O, Tayyorliklar bitdimi? tutib oldim. Biroq u nimishqa buni tashlab yetadigandu. Meningcha ay qiz cho'qim ba'zi narsalarga erishmoqchi. Balkim bexaslik qilib xato tashlayotgandu. Uni joyiga tez olib yetaylik. Men qaytib Bodini izlayman. O, sening qushing bosh shtabda qalaymiqan qilib yetibdi müşk yapılan kız. Bodi, sen nimishqa bundoq qilsan? O, Balkim uni yolg'iz tashlab qo'ygani uchundir. Lekin Leonelga ko'ngil bo'lsam-mo, shuncha ko'psizlik qiladi. Men tez ermak hayvonlarni qiziqarliqmikin debdiman. Rost qiziqarliq, biroq ular har xil mashqlarga muhtoj. Yana tez nihoyat ko'p. Yana shu ay qizkan u hayvonotlar vaqtisi ekan. yaxshi uxlash kelmik azmatlar. Otlanaylik. Ammo Bodi qanday qiladi? Bilaman, u biz bilan birga maqdi. Shunda u mashq qila oladi. Men uni ko'ndira olaman. Sen ermak hayvonni elib o'zi borumsan bo'lmaydi. Hech bo'lmaydi, to'g'rimi Bodi? Minglar. Tez to'xta ay qiz.
bu kepineklarni darhol qo'yib. Ha, mavishni, ya'ni shu kishini bizar qiladigan ablahlar bu yerga kelib mening qiziqishimni vayron qilmoqchi ekan. Tez bo'linglar parvonalar, biz bu yerdan darhol ketaylik. O, qiziq ish. Burun u hargiz bundoq oson qochib ketmaydi. Kelinglar, sizlar qaytib kelsanglar bo'ladi, Bodi. Sen ularni qo'rqitayotding. Hozir bir kit ayrıplarına qaytib meni saqla. Bodi balkim ko'ngil bo'lishga muhtojdi. Kishini bizar qiladigan mushuk yaproq qiz yana seni tashlab qo'ydimi? Yaxshi, sen planning tunji qadamini nihoyat yaxshi tamomlading. Menimcha sen keyingi qadamga tayyorlik qilsang bo'lg'idak. Aynurni alayda iqtidori. Menga yana 2 tal Aynuri kristal yasab ber. Buni mushuk yaproq qiz bilan Patmuchoq palvonning hujrasiga qo'yib qo'ysam, men boshtabni kontrol qila olaman. Meni noimid qo'yma. Kepineklar hazırla illik ailelerine qaytanglar. Yeah! Bodiga nim bo'lgandi? U hayajonli vazifani o'z ko'z bilan ko'rdi. Xushal bo'z to'g'ri bo'ladi. Uni o'rmakka o'la yoqtirmaydi. Uningga bir uvi kerak. Sen uni mashq qildirmading. Balkim uning qo'ziga oshqandi. Shundaqmi? Ma'qul Bodi, kechki tamoq yegin. Endi biz mushuk yigitning ujursini to'zg'ilib ketdik. Ay kız. Vay annemay. Mushuk yigit bilan Patmuchoq palvonga xabar qilay. Yo'q Bodi, sen bu yerda turib tamoqingni ye. Men hozir qaytib kelaman. Men boya ekranda ay qizning bizning shtabdan usitishganligini ko'rdim, u mushuk edi ekan. Ma'qul, amsi biz. To'xta, bu nima? O Bodiga berdigan yemeklik. Uning boya qo'ziga ichib ketganda qolgan tuyqicha uni bermedingmi? Unaqa cho'qim berman. Biroq biz ay qizga taqobil turishimiz kerak. O hatta sana yeydigan narsani bermabdi. Shundaqmi? Hozir mashqtikiga o'xshash davomlashtir. Men hozir kishini bizar qiladigan har qanday uxlash kiyimlik xizmatlarni to'sib turay. Tez kelib meni tutmamsizlar, uxlash kiyimlik xizmatlar. Nima? Oh, boshtabqa nima bo'lgan? Men uni g'oyasur Aynuri magnitiga aylantirib etdim. Shtabonlarning cho'ng eshigi nihoyat tezda magnit kuchining kontroliga uchraydi. Heliqi qushning bo'g'ini bek yaxshi bo'ldi. Boshtab hamma narsani simirib beradi. Uni hamma mening bo'ladi. Mening armak hayvonim qilganmi? Bu mumkin emas. Dal shu. Sen döt qushgansan. Sen bari nachar xo'jayin. Sening armak hayvoning mening Aynuri kristallarni sizlarning shtabonlarga qo'yib qo'ygan edi. Endi shtab mening bo'ldi. Sen uni eplasan bo'ladi. Nima meni ümitsizlantirgan ishni qiladi. Balkim sen boshliqli uningga yaxshi ko'ngil bo'lmagan o'xshaysan. Buningga men sababchi. Men uni mashqlantirib beqib, andin kuyingan bo'lsam, bunda qish yuz bermagan bo'ladi. Bodi, agar sen anglay olsang, men senga ma'qul bo'lay. Armak hayvoni beqish ko'ngillik ish uchun emas. Men onamga yaxshi xabar olishim kerak edi. Endi men cho'qim tuzitiman. Uxlash kiyimlik azmatda o'tirib chiqdi. Men hozirni boraman. Hay, tez qaranglar. Bodi! Bodi! Bodi, endi seni noumid qo'ymaslikqa va'da beraman. Sana ovu yasab beraman. Har kuni yeydigan narsa beraman. Mashqlantiraman. Biz degan eng yaqin do'st. Hay, bu nima ovoz? Neymiş oldu? Oy kızın oyduru olaydı iqtidori ünüm berishga boshlabdi. Boshda hamma narsani sömürüp ketdi. Cho'sh qizim bardashlik bermaydi. Hamma narsa bir vaqtda uchib kelsa cho'ng'ish cho'qim ichilib ketadi. Uxlash kiyimlik xizmatlar, bu ishni to'sishimiz kerak. Hattar yerga uchib berib ol. Sen yordam qilmoqchimi? Ma'qul, mayli. Darijdan tashqari tushib qoldi. Patmuchoq palvon, cho'qim olayman. Hech qanday narsa mening Aynuri alohida iqtidor boshtabimni to'siyolmaydi. Faqat mening Aynuri kristalim uni ishitla bo'ladi ekan. Hamma narsa mening bo'ladi. Ishqillah hozir yaxshi do'stlarim bo'lib qopsizlar-da. Shunda Bodi men bilan birlasini to'sidi. Mushuk yaproq qiz, biz bardosh bera olamiz. Sen tez shtabga berib tortish kuchini yetib-etding. Cho'ng eshik magnit kuchining kontroliga uchirdi. Ichiga kirishni hargiz o'ylmanglar. Hamal tepib shtabga kirishimiz kerak. Senin amalın bormi? Ma'qul Bodi, men sana ishinaman. Ha? Sen nima qilmoqchi, hamoqat qush? Vut, qush, bu yoqqa kel.
patlıcık palvanga yordam qilay, sen tartish kuchini aytib olamsan. Ular midirlayotdi. Sizlar meni hargizmi yengolmaysizlar, ojiz uxlash kiyimlik azmatlar. Nima? Mening Aynuri qaltis iqtidorimga nim bo'lganda? Buni mening armak hayvonim qildi. Vot qo'sh, sen ablaqlarga o'xshashlar askikansan. Biroq kelar qatim sizlarni cho'qim yig'iman esinglarda bo'lsa. Bu ishkimiz seni saqlaymiz. Patlıcık palvan ishkimiz shunda uxlash kiyimlik azmatlar birga tantan qilaylik. Har bir tunda kechida qizimiz dunyoga. Leonel o'ltira. Jim o'ltir. Midirlama berib uni epgan. Bekli qaltiskan guri. Qaranglar, u bodi ekan. Hay bodi. Bizga nima qila oladiganini ko'rsatib qo'ya. Ermak hayvonga bir iqtidorni o'rgatish bekli tasiz. Bilaman. Biz izchil mashq qilyapmiz. Kila bodi degani bo'yicha qil. Yaxshi, o'ltira. Midirlama.